Boshqa profildan kelib, men mo'ynimga chiqmang, hozir blok qilveraman. Hazil qilmang, jim o'tiring. Men modman desangiz, men sizni nima yeb qo'yamanmi? Nimaga mod ekanligingizdan uyalasiz? Mod aka bilan sevishgansan-ku deydi. Lekin meni aytganim, o'ylab ko'ring. Xopjon, jim o'tirdim. Siz aytganingiz qalban birgamiz degan gapingizni nimaga o'ylab ko'rishim kerak? Qalban birgamiz, nima uchun birgamiz? Qalban. Sabab bormi? Ayb bormi? Yo'q. Bunda sevishganni tan oldi dolchar edi. Mot aka, men kim bilandir sevishgan bo'lsam, men hech kimdan qo'rqmayman, yo kimdandir yoshiradigan joyim yo'q. Shunday ekan, men birov bilan sevishganimni yoshirmayman ham. Nu sevishmagan insonim sevishdi desa, men asabim buziladi, bilasizmi? Bu tuhmat eng yomon narsa. Hazil o'z yo'liga, bu gap o'z yo'liga. To'g'rimi? Juda ko'p shuni hazillarni ko'taraman, hazil qilaman, lekin hazilda me'yor bor. U me'yordan oshib ketsa, sevishganimiz imkoni yo'q. Me'yordan oshib ketsa, bemazalashadi. Yoshirish yo'q. Yoshirish yo'q. Sevishdikmi, sevishdik bo'ladi. Nimaga yoshiraman? Sevishmaganimga qanday yoshiraman? To'g'rimi? Vafodor bo'lgin yoringga. Men ham sevilay, mayli. Da sevishdik. Mot aka, men sizga o'zbekchalab aytyapman aka. Sevasiz meni ham deydi. Muhitdin aka, men hech kimni sevmayman. Ya, baqirtirmanglar, o'zi muzika yo'q. Muzika bo'lganda mayli, ovozim uncha eshitilmasdi. Hozir ketmasam nimadir boshlamaydi. Blokka tiqib qo'yaman hozir men. Aydi raqam keling. Surxondamisizda, Surxonda. Qayerdan chiqdi bu sevgi? Shunga hayronman. Qayerdan chiqdi bu sevgi? Qayerdan termizdan. Lekin Samarqandga kelaman degansan, buni esingdan chiqarma. Mot aka, yolg'on yaxshi emas ekan. Hazil qilmang deyapman, chunki hozir dalni moment bugun hazil qilmayapman men. Chunki asabim buzilgan. Urushib qolamiz hozir. Men Sarasyodan Если что dedim. Если что. Ha. Chunki kayfiyatim sari yo'q, Mot aka. Hozir hazil qilaman desa, ikkovimiz urushib qolamiz hozir. Kulding-ku, ajinadi. Kulmadim. Asabimni buzyapsiz. Qani bitta kulishunda kulmayman. Asabdan kulyapti dedi. Assalomu alaykum. To'qsami. Alaykum salom. To'qsami jay degani bor edi bir paytlar. To'qsami jay degan. To'qsami. Vafodor yor bo'l yoringga. Ha bo'pti, men ketdim. O'zing ehtiyot qil dedi. Xo'p bo'ladi. Как дела? Нормально. Sen o'zingiz ehtiyot qiling, qizlar asabi tegmang borib. Oddiy yo'lovchi, alaykum salom.
Sen uchun o'zim eftod qilaman deydi. Bo'ldi. O'zingiz uchun o'zingiz eftod qiling. Alaykum assalom. Right. Nimaga menga 220 dollar tushgan? Kimdan kim kelyapti? Charchabsiz. Qanaqadir odamni lanch qilib tashlabdilar. Ikkinchisi o'qiyamayapman. Keling. Ikkinchisi qiyin ekan. Xarab Roys. To'g'ri tamam. Uyqus kelganda. Assalomu alaykum. Uyqus kelganda emas, uyqum kelgan. Abitka shunda uxlab qolsam. Kechasi ko'p uyg'onaman, shuning uchun uyquga qanaqa to'ymayapman. Bir xil uxlaydi, turmasdan uxlaydi-yu. Shunday ko'zini yumadi, ertalab shunday ko'zini ochadi. Unda emasman, kechasi ko'p uyg'onaman. O'shaning uchun uyquga to'ymayman. Maqsadi bor-da. Nima? Ko'p turishimni maqsadimi?